Bolani sport musobaqasiga qanday tayyorlash mumkin? Tasavvur qiling, 10 yoshli bola birinchi yugurish musobaqasiga qatnashyapti. Dastlab u asabiy va hayajonli edi. Ammo murabbiy va ota-onaning to'g'ri tayyorgarligi natijasida u o'zini ishonchli his qiladi va bu musobaqada muvaffaqiyat qozonadi. Yaponiya va Kanada maktablarida bolalarni musobaqaga tayyorlashda aqliy mashqlari, interval tayyorgarlik va o'yinqaroqlik birlashtiriladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shunday tayyorgarlik bolalarda stressni boshqarish, e'tiborni jamlash va muvaffaqiyatga intilish qobiliyatini oshiradi. Stenford universitet tadqiqotlariga ko'ra, bolalarni musobaqaga tayyorlashda aqliy mashqlar va jismoniy tayyorgarlik birga qo'llanilsa, yurak-qon tomir tizimi kuchayadi, miya dopamin ishlab chiqaradi va motivatsiya darajasi sezilarli oshadi. Bizda savol tug'iladi: bolani sport musobaqasiga muvaffaqiyatli tayyorlash uchun qanday sirlarga amal qilish kerak? Mana shu savolimizga mutaxassisimiz bilan birgalikda javob topamiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan bolani sport musobaqasiga tayyorlash sirlari haqida gaplashamiz. Musobaqa yaqinlashsa, boladan ko'ra ko'proq hayajonga tushadigan kim? To'g'ri, ota-onalar. U yutsa bo'ldi, faqat xato qilmasin degan o'ylar yurakni egallaydi. Lekin aslida bolani musobaqaga tayyorlash bu faqat jismoniy emas, ruhiy tayyorgarlik hamdir. Tasavvur qiling, sizning farzandingiz ertaga musobaqada qatnashadi. Kechasi uxlamayapti. Agar yutqizsam-chi deb so'rayapti. Ko'p ota-onalar bunday paytda yutishing kerak, bo'lmasan deb bosim o'tkazadi. Bu esa bolaning motivatsiyasini pasaytiradi. Musobaqaga tayyorlanayotganda siz unga bosim emas, ishonch berishingiz kerak. Men sendan faxrlanaman, sen o'zingni ko'rsat degan bitta so'z 100 ta tanqiddan ko'ra kuchliroq ta'sir qiladi. Masalan, men ko'p kuzatganman. Mashg'ulotlarda tinmay yuguradigan, lekin musobaqada stressdan yuragi tez uradigan bolalar ko'p. Nima uchun? Chunki u xato qilishdan qo'rqadi. Murabbiy sifatida bu holatni ruhiy zo'riqish deb bilaman. Shuning uchun eng muhimi bolani yutishi emas, jarayonda zavq olishga o'rgatish. Masalan, uyda kichik musobaqalar tashkil qiling. Kim uzoqqa sakraydi, kim tez yuguradi. U yutqizsa ham harakat qilding-ku, zo'r bo'ldi deb ayting. Shunda bola musobaqani qo'rquv emas, motivatsiya sifatida qabul qiladi. Yana bir maslahat: emotsional tayyorgarlik. Musobaqadan oldin bolangiz bilan sekin yurib gaplashing. Iliq so'zlar ayting, unga kulib qarang. Bu oddiy tuyuladi, lekin shu orqali bolaning ichki ishonchi ortadi. Esingizda bo'lsin, musobaqada bola faqat medal uchun emas, o'zini sinash uchun qatnashadi. U yutqizsa ham bu uni yomon sportchi qilmaydi. Aksincha, bu unga yana urinaman va men uddalayman degan ichki kuchni beradi. Siz esa ota-ona sifatida farzandingizni eng katta mukofot bilan qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Bu sizning ishonchingiz va mehringiz. Shunda bola nafaqat sportda, balki hayotning har bir sinovida ham o'ziga ishonadigan inson bo'lib ulg'ayadi. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.